urvinni topdik. Endi shu joyda tezda yana sizlarga savol. Aynan shu urvinda topgan svechamizning qaysi qismiga demak urvin tortamiz? Ya'ni tanasiga tortishimiz kerakmikin? Soyasiga tortishimiz kerakmikin? Yo bu qizil svechaga tortishimiz kerakmikin? Urvinimiz aynan shu joyga to'g'ri kelyapti bir time frame'da. Biz qanday holatda urvin tortamiz? Tezda buni ham javobini tashlaylar. Savollar bo'lsa o'qib beraverasiz. Aqlashgandan keyin urvin tortish shunday qoldi. To'rtta chet kellar bor. Aksariyat to'rttacha. Bo'ldi, gap yo'q. Yaxshi, to'rttacha yapsizlar ekan. Ichimizda ozmoz shumetkalar bo'lishi mumkin. Yana bunga o'xshagan strukturalarni ko'p ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa hech qanaqa sizlarda savolga hojat qolmaydi. O't mana. Ko'rgan bo'lsanglar, shu periodni ustida shakllangan svechani maksimum minimum soyalariga demak urvin tortdim. Endi yaxshilab e'tibor beringlar, bizda birinchi take profit aynan shu zona bo'lyapti, ikkinchi take profit shu zona bo'lyapti, uchinchi take profit aynan shu zona bo'lyapti. Tushundingmi? Qisqa qilib boshdan tushuntirib beraman. Har qanday analiz turida, ya'ni savdo tizimida, savdo strategiyasida doimo katta time frame'dan boshlab analiz qilishni boshlash kerak. Ya'ni katta time frame'dan boshlash degani birinchi oylikda analiz qilinadi, keyin haftalik, keyin kunlik, keyin kichkina time frame'da analiz qilish tavsiya qilinadi. Bu strategiyada ham biz birinchi H1 dan yoki D1 dan emas, ko'rayotgan bo'lsanglar, oylik time frame'dan boshlayapmiz. Biz qiladigan ishimiz bu holat bo'yicha ko'rayotgan bo'lsanglar, or blokni aniqlab olishimiz kerak. Or blok nima deydigan bo'lsak, shunchaki or pattern, ya'ni qirrasi pastga qaragan patternni yasagan demak shakl topishimiz kerak. Qizil, yashil bo'ldi. Aynan shu joyda line olib ko'rsatib berdim. Bizda burchak qirra hosil bo'ldi. Aynan shu qirrani birinchi hosil qilgan svechani ustiga urvin tortdik. Aynan shu svechani ustiga urvin tortyapmiz. Bu joyda ham qizil, yashil bo'ldi. Aynan shu joyda qirrani shakllantirib bergan svechani ustiga ham urvin tortdik. Aynan bu joyda ham xuddi shu holat. Ustiga urvin tortganimizdan keyin biz D1 time frame'ga o'tdik-da. D1 time frame'da periodni ustida shakllangan svechaning maksimum va minimum soyalariga urvin tortyapmiz va bu soyalarni biz o'zimiz uchun take profit urvin yoki qaysidir ma'noda interior urvin sifatida olyapmiz. Nimaga deydigan bo'lsak, narx shu joyga kelib bayga ketish ehtimoli ham bor. Tushunali? Oylik time frame'da bizning analizlarimiz aniq bo'ldi, o'rtoqlar. Endi biz haftalik time frame'da tilla mabodo seriya qarab yuradigan bo'lsa, qayerdan qaytishni analiz qilamiz. Ketdik. Tilla mabodo selga qarab yuradigan bo'lsa, aynan qayerdan qaytadi degan savolga javob. Biz buni topishimiz uchun or blokni topa olishimiz kerak, chunki narx pastga qarab harakat qilyaptimi? Biz sapir zonani topishimiz kerak. Sapir zona yuqorida aytib o'tdim, or blok degan ma'noni bildiradi. Ya'ni qirrasi pastga qaragan strukturani topishimiz kerak. Bu joyda yaxshilab e'tibor beringlar. Qizil, yashil uje qirra shakllanmoqchi, bitta yashil bo'ldi. Ya'ni mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, line o'tkazib ko'ryapmiz, qaranglar. Qaranglar. Bu joyda bizni or blok patternimizga o'xshagan holat bormi? Albatta bor. Albatta bor. Pastga tashadi va yuqoriga qarab harakat qildi. Ya'ni bu yuqoriga harakat qilmasdan pastga qarab harakat qilganda bizda end blok, ya'ni qirrasi yuqorida bo'lgan pattern hosil bo'ladi, lekin unaqa holat bo'lmadi. Aynan shu qirralarga o'xshagan kichik bir qirra hosil bo'ldi. Pastda ham qirralar bor, bularga ham to'xtalamiz, lekin bizga birinchi o'rindagi qarshilik, birinchi o'rindagi take profit aynan shunga yaqin bo'lgan take profit bo'ladi. Endi biz qiladigan ishimiz nimadan iborat bo'ladi? Yaxshilab e'tibor beringlar. Aynan or blok yasagan svecha, ya'ni birinchi shakllantirgan svechani topishimiz kerak. Qaysi bu svecha? Qizildan keyingi yashil svecha, ko'k svecha bo'lyapti, ya'ni. Aynan shu svecha. Ko'rdingmi? Qizil, yashil. Ya'ni shu joyda bizda qirra hosil bo'lyapti. Bu qirrani hosil qilayotgan, ya'ni or blok hosil qilayotgan svecha bu ko'k. Biz qiladigan ishimiz
narx mabodo pastga qarab yuradigan bo'lsa, birinchi bunga yaqin bo'lgan o'r blokni topib olish bo'ladi. Bunga birinchi yaqin bo'lgan o'r blok aynan shu o'r blok, bu o'r blokni shakllantirgan svicha aynan shu ko'k svicha bo'lyapti. Endi biz qiladigan ishimiz haftalik nimaga teng deb o'rgatdim sizlarga? Haftalik H4 time frame'ga teng dedim, ha? Bundan oldin oylik time frame'da o'r blokni topib olib, D1 time frame'ga o'tib o'rin tortdik. Endi bunda haftalik time frame'da ham o'r blokni, ya'ni birinchi yaqin bo'lgan o'r blokni topib olib, H4 time frame'ga o'tamiz. Vot o'tdik. H4 time frame'ga o'tgandan keyin haligi chizgan o'rinimizni qidirib topamiz. Ketdik. Vot mana topdik. Ko'rgan bo'lsanglar, bu o'rinimiz periodni, ya'ni shu periodni ustida emas, bitta oldin shakllanibdi. Esinglarda bo'lsa, bundan oldin sizlarga aytib o'tdim. Shu periodni ustida yoki bitta oldin shakllanadigan holatlar bo'ladi. Bunaqa holatda shu periodni ustida shakllangan svichani, demak, biz nima qilib olamiz dedim? Zona qilib olamiz dedim. Mana bitta keyingi svichani maksimum va minimum soyalariga, demak, o'rin tortyapmiz. Ko'ryapsizlar? Aynan shu periodimiz, demak, shu joyda shakllangan, lekin bundan bitta keyingi bo'lgan. Chunki bizga zona doim shu periodni ustida shakllangan svicha bizga zona vazifasini o'taydi. Tortdik, ko'rdinglar? 2326 bilan 2316 demak tillanib haftalik time frame'da birinchi take profit bo'lyapti. Ya'ni narx selga qarab yuradigan bo'lsa, yaxshilab e'tibor beringlar. Birinchi take profitimiz, ya'ni siz sel ochadigan bo'lsangiz, birinchi haftalik time frame'dagi analiz bo'yicha birinchi take profitingiz shu yer bo'layotgan bo'ladi. Mabodo narx shu joyga keladigan bo'lsa, shu joydan demak narx yuqoriga qarab yurib beradi yoki aynan shu joyda qandaydir reaksiya ko'rsatib pastga qarab yurib berishi mumkin. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu strategiya bo'yicha sizni take profitingiz aynan 2326-2316 atrofiga to'g'ri keladi. Bu zonani biz qayerdan topdik? Haftalik time frame'da birinchi sapper zona, ya'ni birinchi o'r blokni biz topib olishimiz kerak. O'r blokni topdik. Endi o'r blokni topganimizdan keyin o'r blokni shakllantirgan birinchi svichani ustiga o'rin tortyapmiz va haftalik time frame'ga o'tib, aynan shu svichani nima qilyapmiz? Periodni ustida shakllangan svichani maksimum va minimumlariga o'rin tortyapmiz. Ha? Buni hozir sizlarga demak screenshot qilib gruppaga tashlab bering. Kanalga tashlab bering. Shu joygacha tushunganlar, tushundim deb yozinglar. Tushunmaganlar tushunmadim deb yozing. Qaranglar, shunaqa savol bo'lyapti. Menda narx to'g'ri kelmayapti degan savol. Boshida ham aytdim, hamma brokerda har xil ko'rsatadi. O'shaning uchun men mana Mbank demo shot ocha olinglar Mbankdan. Bu broker orqali savdo qilinglar demayman, shunchaki analiz qilish uchun. RoboForex, Xnes, xullas qolgan brokerlarga nisbatan Mbank brokeri o'rinlarni to'g'ri ko'rsatadi. Ya'ni sizda RoboForex bo'lishi mumkin, Xnes bo'lishi mumkin, qaysi brokerda men bilan birga analiz qilyapsiz bilmayman. Lekin broker har xilligi uchun narxlar farq qiladi. Siz hozir narxlarga e'tibor qilmang. Men tortayotgan o'rinlarga e'tibor qiling. Ya'ni men tortayotgan holat bo'yicha bir xil qiling, bo'ldi. Narxlarga e'tibor qilmang. U ikkinchi darajali masala. Siz o'rinni to'g'ri tortishni o'rganing, bo'ldi.